nima ish qilish kerak aka? Mana ukajon, mana toshni hammasini ichkari olib kirish kerak. Buni toshlar. Mana shu toshlarda. Buni. Ha, mana shu toshlarni hammasi ichkari olib kirish kerak. Yaxshi. Aka, arava savkoy bormi? Savkoy, lapatki, ketmon desa hammasi ichkarida bor. Xo'p. Sizlar tayyormisiz ishlashga? Ha? Shunday kiyimda ishlaysiz, almashtirmaysan kiyimlarni sizlar. Yo'q, mana shunday ishlayveramiz. Barcha eski kiyim bizga. O'zing bilasan. Qani o'tinglar bo'lmasa. Sen borib kel, men qarab turaman. Xo'p. Ha, o'ziga dastur ham topibsan-ku, sherik. To'xta, men qara. Uylaringda stolcha bormi? Bor, olib keshiring. Ey, yaşasın. Umridan baraka top. Rahmat. Boringga shukr. Yaxshi bo'lyapti. Hasanjon, boringizga shukr. Ha, yashang. Ana to'ldi, bor to'kki. Nima? Bor to'kki ana u yoqqa. Menmi? Ha, men to'kaman, solib bertiribman-ku. Hasan, men qara. O'zi ishda olgan men. O'zi bir kishi kerak edi. Sherik qilay deb seni ham oldim. Begona bo'lmasin deb. Ko'p gapirma gitda. Tezda tashib tashagil. Biqilib sanchib turibdi hozir. Hozir ham solib ham o'zim tashiymanmi? Kim tashiydi? Seni ro'zg'oring bo'lsin deb mashaqacha yetalab olib keldim. Bo'lmasa, mana bir haftadan beri bitta ham ish olganing yo'q. Ishni men oldimmi? Jimgina ishlayvergan endi. Undan ko'ra polvonni olganimizda yaxshi bo'lardi. Yarim soatga qolmay bular shag'alni ichkariga tashlashardi. Kerak emas. Polvonni menga gapirma. Kecha bor-ku, tushlikda 4 odamni ovqatini yeb tashladi. Ochapat, lakan, tep chiqir. Kerak emas unaqa bolalar. O'zimizga ovqat ham qolgan yo'q. Qolaversa bu 3 ga bo'linib uyga sevichga po'choq olib borasanmi? Sevichga po'choq olib borasanmi? Shuncha 2 ga bo'lasin. U polvon menga kim? Begona. Ko'p gapirmasdan soda olib kel. Men biqinim oryapti, zo'rg'a turibman. Inqillamasdan, qiliqsiramasdan tashur. Bilib ishingni qilgin. Choyni ham tezroq olib chiqmadi, tomog'im qahrib ketdi. Kansopa, insofing bormi? Ham solyapman, ham tashiyapman. Bir pelet suv quyib ber, bir pelet choy quyib ber, tomog'im qavrab ketdi meni ham. O'zi bir ozgina ishladingmi yo'qmi choy deysan, ha? Sen insof 5-6 arava tashi. Mana choy quyib qo'yaman, sovib turadi, ichib olasan. Men ichdim, sen qurib qolding-da. Hasan. Antena ham yo'qmi? Qaraqaga it topmas qishloqmi? Antena ham chiqmayapti. Instagram ham ishlamayapti. Hormay. Aka. Rahmat. Rahmat aka. Hop, sherigizdan so'raganim, sizni biladi dedi, siz kattasi shekilli. Bu kenozga qanaqa ovqat tayinlab qo'yay? Endi aka ko'ryapsiz, ish ko'ryapsiz. Juda og'ir ish bu. Shuning uchun endi kartochkadan allergiyamiz bor. Shunga qo'y go'shtidan cho'ponchami, dimlama bo'lsa, dimlama qilib. Anosi bo'lsa undan ham zo'r bo'lardi, bitta bojori qo'radi. Ya choyli qilib ishtiga to'ylar, xudo qolsa ham choyli bo'ladi. Ha, aytmoqchilik, aka. To'xtang. Ana it siznikimi, mana yurgan it? Ha, bizniki ular. Nima gapni ishlaydi? To'g'risi, qaynonam it so'rovdi-da. Shu kerak emas bo'lsa, shu itni menga berib yuborsangiz, soptayda qolgan bo'lardi, aka. Voy, o'tasa shu kuchuk yoqmay turibdi menga bor-ku. Mana choyli qilib ishni bajarib tugataverlar. Qo'shib beraman itni bor-ku. Yo'q, salomat. Ovqat tezlashtiraversin, mana tushlik ham bo'lib qolyapti o'zi. Xudo quvvat bersin, charchamanglar. Xo'p.
kichik ko'ylak ochib o'taman ekan. Salomat bo'lsin. Salomat bo'ling. Turolmayman, sal maza yo'qda. Qanday o'zi yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Xudoga shukr. Ha, yo'l bo'lsin. Xudo xolasa to'yga mana. Gap yo'q, paysiz bersin. Hop, bitta sho'xida eshitaylik. To'yga shoshib turuvdim. Biz bir duo qilib beramiz. Boshingizdan shunaqaki pullar sochaveradi odamlar. Boy bo'lib qaytasiz. Bitta eshitaylik. Xo'jayin o'sha yerda. Xo'jayin bo'lmaydi, men o'tiribman bu yerda. Asa, to'xtab tur sen ham. Bir gaplashib olaylik. Sho'xidan bo'lsa, meni tanishlarim ko'p. Tilingda borku, Ozoddaga rejissor o'rtog'im bo'ladi. Bir og'iz aytsam, klipingizni olib, qo'shig'ingizni efirda aylantirib beradi. Sho'xidan bo'lsin. Sho'xidan. O'zim ko'p qo'shiq qilganman. Emas, ayting og'ayningizga. Men ham qo'shiqlarimni chiqarib bersin. Aytaman debman-ku, qo'lim uzatgan joyiga yetadi. Qo'shiqni boshlang qani. Sho'xidanmi? Qani. Alloh degan har bir kishini Yashay, Hofiz. qo'lla doim o'ngla ishini. Omadin ber rizqu fayzini. Boshini egma erkak kishini. Qormaylar. Salomat bo'ling. Mana tosh tashlayapmiz, ko'rib turibsiz. Ishga kelyapsiz, nima to'y qilyapman bu yerdami? Ha? Nima bo'lyapti bu yerda? Ha, bu Hofiz yo'lda o'tib ketayotgan ekan. Bir jup eshitaylik dedik, aka. Sizlar ishlagani kelganmisizlar, nima bu? Nima bu qanaqa konsert qo'yasizlar men ko'chamda? Men tezroq bugun tugatishim kerak bu narsani. Aka, mana hozir tugatamiz, mana tashyapsiz. Qoldi bo'lmaydi, qani yig'ishtirib. Aka, siz bu insonga og'ir gapirmang. Televideniyada katta joylarda do'stlari bor ekan, shogirdlari bor ekan. Televideniya bular mardikor, men bular tosh tashgan olib kelganman men. Yo'q, mardikor emas. Menga aytdi, shogirdlarim, do'stlarim bor. Klip qil, qo'shiqlaringni men televideniyaga olib chiqaman deb aytdi. Qo'shiqlaringiz boshqa payt bo'ladi, qani? Yigit, san'atga bo'lsangiz o'zingizga. Qarishlarim, omin, ho'sh kelibsiz, qani? Aka, tugatmasam. Ey, bo'ldi, senda ko'stalamaygan, kerak emas. Bo'ldi. Aka. Kerak emas, senda ko'stalamaygan. Seni kurtkangga ham berib yuboring, aka. Aka, toshni tashiymiz. Ko'ngil to'q qiling. Hozir. Qo'y chora boring. Bo'ldi, ko'p gapirmalaring bo'ldi. Aka, men qarang, it beraman deyapsiz-ku, qaynonamga olib ketaman deyapsiz. Hosh, it olib kelaman, talatni itni o'zi olib tashlaydi ko'z. Bor, qanday? Aka, hech bo'lsa, ko'chani boshiga solib chiqib qo'ying, bu uzoq yo'l. Itni o'zi olib tashlaydi. Hol ko'zini ko'radi. Aka, qara to'laman aka. Ko'zni ko'rmayman sizlarga. Qani, yo'q. Qandayga to'lamiz aka? To'y insoflar. G'alati odam ekanman. Tushlik ham bermadi, haydab yubordi-ya. Hammasi sen deb bo'ldi. Hech bo'lmasa solib turganingda, men ichkariga tashib turganimda, shu ish bo'lmasdi. Biqilaman orib turibdi o'zi. Qanaqa biqiling bor edi? Bir arava ham tashiganlik. Yakkacha. Husan, yaqinda bir oydagi to'y qilmoqchimisan-a? Ha, xo'sh. Bir ancha pul yig'ib qo'ygansan, to'g'rimi to'yga? Ha. O'sha pulingni mol bozorga chiqib, mol sotsang-chi, dallolchilik qilib. Dallollik qilib. Ha? Haddana to'yingga yana pulingni ko'p qilib olardik-da, Husan. Dasturxon ham mo'l-ko'l bo'lardi. Ha, yaxshi. Haqiqatan, bunaqa qilib mardikorlik qilib yurgandan ko'ra, dallollik qilganimiz yaxshi. Ana polvonni ham olamiz. Uni ko'rgan hamma qo'rqiydi bor-ku, polvonni ko'rib. Cho'chiydi. Uni bor-ku, molni molni yetalab yuradi. Yetalab yuradi-da, Husan. Yur, haqiqatan. Ertaga bozorga boramiz. Mol bozorga. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'lar yaxshimi? Sarfaka yaxshi. O'zi sizlar izlab yurdim. Ana qanday bu polvon bu sevizgina sheriginglar bor edi? Qayerda hamma o'zi ishi bilan Ha. ishlab yuribdi-da endi. Tinchmisiz nimaga? Ha, tinchman. Sizlarni izlaganimiz sababi ozgina ish bor. Tandirxona qurish kerak edi. Xafa bo'lsangiz bir gap aytsam betingizga maylimi? Mayli. Hech qachon birovni yochitmagansiz, na tushlik qilib berib, na pulini, sarmoyasini bergansiz. Qo'yaga o'tgan safar bilamiz. Tushlikka makaron sho'rva qilib berdingiz. Bitta makaron shunday aylanib yuribdi qozon ichida. Ha, kosada uchalamiz 3 ta qoshiq usholmadik makaronni. Boshimizni qotirmang. Biz hozir shaharda
katta ishlar boshlaganmiz. Shuning uchun biz vaqtimiz ham yo'q, bizni qidirmagan. Boring. Mayli, kala mayli. Polvon! Chiqa qolsang. Hadi chiqay endi. Bo'l, tur. Qatib yo'q. Ya odam shunchalik ham uxlaydimi? Uyquchi bo'ladi-ku. O'zi senlardan mana kun bormi, yo'qmi? Yaqin kechasi meni uyimda nima bor? Soat 3 to'rlarda. Ey! Bu tong otyapti, sahar bo'lyapti. Bu kirib chiq. Mol bozoriga boramiz. Mol bozorga ham yo'lardi, kir bozorga boramanmi? Hey, endi mol olib mol sotamiz. Ha, dallollik qilamiz. Bu mardikorlik qilmaymiz endi. Bizga yarashmaydi bu ish. Bor tezroq kirib chiq, bu. Qaralalik, mol bozorga quruq borib bo'lmaydi, mol bozorga katta pul kerak. Mana pul bor. Ha, xotindan pul oldim. To'y qilaman degan yiqqan pulni mana. Shu bilan tirikchilik qilamiz, tadbirkorlik qilamiz. Bu. Hozir mol bozorga boramiz. Ha. Men qara, mol bozorga borsak, 2-3 shashlik olib berasiz-a? Ha, olib beramiz. Bu tezroq bu. Nafsing shukr, faqat qorinni o'ylaysan, tez qilmala endi. Hozir quyosh chiqib ketadi hozir. Bu tezroq. Chipati. Uni to'ymaydi. Tavba qilma. Ay, endi kerak emas, mayli endi bizga qo'shilib, yonimizda molni yetalashib orqasiga haydab, yonimizda devdek qalqon bo'lib tursa bo'ldi. Ha, polvon degan nom bor-da. İyi. ketdik. Mana degan ho'kizingni oldiga shikillatib solib beraman. Ya shikillatmay qolgin. Nimaga bu karabas-parabaslar qamchini ushlab olding? Birinchidan bu karabas-parabasi qamchini emas, bu meni qamchinim. Ikkinchidan mol haydashga zo'r narsa bu. Qanaqa kiyimlar kiyib olding? Ho'kingni qara. Biz ho'kiz olgan emas, biz sigir olgani ketyapmiz. Shunday. Uloqqa ketayotganimiz yo'q ikkinchidan. Bor. Kiyimini almashtirib ol. Eskiroq boshqa kiyim kiyib ol. Men ham nima deyapman? Mol bozorga boraman deb soatim to'qyapman. Soatingga kim qaraydi? Bor, sharmanda qilma, boshqa kiyim kiyib chiq. Mayli. Topotadi hozir, tezsiz bo'l. Men qara. Nima? Boya aniq shashlik olib berasan-a? Olib beraman. Va'da qilding-ku, ha? 2 choynak choy bilan olib beramiz. Ha, bo'pti. Hozir keyin chiqaman. tezroq bu. Senlar bir ish qilmayganda. Hayır. Pulga pishib bo'lasizlar, pulga. Hop, mol bozorda o'g'rilar bo'lishi mumkin. Ha. Mana mol bozoriga ham kelib oldi. Ya menga qara. Ayta katta eshak ko'rdim, oqishshay bolasini. Chiroyli ekan. Xashak ham kerak emas, yem ham kerak emas. Arzonroq narxi 2 ta eshak olamiz. Ha? Ena bala. Eshakni boshimga uramanmi? Ana dala to'la eshak. Odamlar qish kelganda eshaklarni dalaga qo'yib yuboradi. Bahorda ishlatadigan payt topib kelib oladi. Kerak emas. Husanjon, bo'lmasa, ana yerda bor-ku, 2 ta echki bor. 2 ta bolasi bilan bor ekan. Soqsa bo'ladi echkini. Echkini ham boshimga uramanmi? Suti foydali, sutini ichadi nevaralar. Kerak emas menga. Mana xotinlar yalinib ko'rdik. Tadbirkorlik qilamiz deb pulni oldim. Endi bu pulni ko'paytirish kerak. To'g'rimi? Ular ko'ra boya aytganimdek, tug'adigan sigir olamiz. Bu hafta juma kuni tug'ib bersa, keyingi bozorga shaqillatib sotib olamiz. Ana, bo'ldimi?
sizga mol yoqtiribdi. Nech pul deyapsiz shunda jon? 15 million deyapmiz. Gel sen. Bo'g'ozda bu qonunda bolasi. Ya sal kelishtiring. Kelishtiring. Kelishtiramiz. 10 bo'ladimi? 10 ga bering. Sal bor, sal bor. Sal bor. 10 ga. Bunday kerak men oldim. Birodar. Sinat aka. 11 bo'ladimi? Ha? Sal bor. 12 ga bo'ladimi? 12 ga bo'ladimi? Sinat aka, Sinat aka. Qarang lekin men sizni saxiy odam dedim. Sal bor aka, sal Sog' bor. bo'ling. O'zim olishim tepar ekan. O'zi aytib qo'ysin deyman-da, tepsin deb. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bozorda savdolar qanday? Bo'ladi. Dehqonchilikmi yo? Ko'tara savdomisiz? Savdogar. Tirikchilik. Ha, asfaltchilik. Asfaltchilik. Ha, bilinib turibdi, asfaltlar rosa tozalab qo'yibsiz. Yangi mehnat qilyapmiz-da. Nech pul deyapsiz? 10 million bering. Ha? 10 million. Ya. 6 bo'ladimi? Ya. 6 bo'ladimi? Bo'ladimi 6? Qatirosida. Yo'q, bo'ladimi deyapman sizga. Yo'q, bo'lmaydi. Qas sodam akasi boryapti. Voy, qanaqa bo'laylik. Qancha? 13 million. 9 bo'ladimi? Ya, aka bozordan Bering aka, 9 bo'ladimi? Aka bozordan Siz kimgadir o'xshatyapman, Tohir akani o'g'li emasmi, lobodo. 9 bo'ladimi? Ha aka. Yo'q deb keldi. Baraka nega? Ya. Baraka 9,5 de 9,5. 9,5 bo'ladimi? Baraka topaylikmi? Ko'p qo'shilmaydi. Bo'lmaydimi? Kelishtirib Ha, so'rang. savdo Rosa qattiq odam ekan. Qattiq odam ekansiz. Qo'shsangiz beraveramiz. Ya qo'shilib beradi. Ay, ikkita mol olishimiz kerak ya. Qo'y, ya, mayli, qo'y. Sizlarga bosmol kerakmi? Ha, bosmol kerak. Assalomu alaykum. Borda shunaqasi. Bormi? Qayerda? Mana yer turibdi. Qani? Ha, yuring, qani. Bir hafta tug'adi. Ha, Bir haftada tug'adi. savdolasha olamizmi? Kelisha olamizmi? Oldida bor gaplashaylik. Ha, bo'pti, yuring. Qani? Qani mol? Yuring. Ya, bir hafta tug'adi. Ha? Bir hafta tug'adi. Bir hafta tug'adi, ya? Qaysi bir? Ichishga javob. Ha. Yeyishga javob. Qaysi mol? Mana. Qancha so'rayapsiz? Aka, qancha so'rayapsiz? Peshinasi oqgan pulda buni qarang. Ya, mayli, salomat Qarang, endi bunday bo'ladi. Xo'sh, Qo'lni bering. 20 million bering bu. Yo'q, qancha? Ya, tug'adiga kelib bitta mol olishimiz kerak, aka. Endi qancha topa olmaysiz? 12,5 bo'ladimi? Baraka. Ha. Endi olib choyxona aytda shashlik yeyishimiz kerak. Patta to'lash kerak. Pattasi bor, cheki bor, uni moshina kiro qilib olib ketishimiz kerak. Bo'ladimi 12,5? Yarim. Buni sotsam men ham yeyishim kerak-ku. Endi aka, endi Bo'pti, bo'lmaydi. Sizlarga emas, meniki emas. Xo'sh. 16 beraver. 16. Ya, qimmat. Aka, oxirgilarni aytaymi? Oxirgilar. 13 bo'ladimi? 13 bu yoqimsiz raqam bu. Ha, nima? Qanaqasi? Sal o'zgartiring. Bizga bo'laveradi. 13 bo'ladimi? Haloyiq bu narsa deylarmi? Yaxlar bo'lyapti. Bering. 15 qimmat. Top-toza qiling. Oxirgilar. 14 top-toza bo'ladimi? Ana barakasini bersin. Qani oling. Aka, baraka topaylikmi? Baraka toping. Men ham pulda baraka topaymi? Baraka toping. Buyursin, xo'pmi? Bo'ldi. Aka, Yaxshi kunlaringiz bo'lsin. aniq bir haftada tug'adi, ha? Ana bir hafta tug'adi. Bo'ldi, salomat bo'ling. Rozi bo'ling. Buyursin. Rahmat. Bo'pti. Salomat bo'linglar. Xursand. Ana molni ham oldik. Rahmat. Endi qornam sal qatalib ketdi. Ayaqlarda pirashki sotyapti. To'g'risini aytyapti. Anonsi ham bo'lsa yaxshi bo'lardi, anonsi bo'lsa ham. Molni egasi kim? Mana bizda molni egasi. Meni molim-ku. Sizni molingiz emas, bizga tuhmat qilmang aka. Boyabda odamni oldik. Mana shu yerda hozir kerak. Chaqirdi. Ha?
Chaqiringlar Ha, milisani. milisani. Haloyiq, milisa chaqirib bering. Yo, men aka nima qilyapsiz? Men to'y qilishim kerak. Meni molimmi? Yo. Sotib oldik. Melisanmi? Bo'ldi. Melisiga borib gaplashamiz. Qani yuring. Yo, shaqir chaqirasan. Yo. Yuring. Melisa xonada gaplashamiz. Yuring. Mol chetda turib tursin. Qarab turing. Aka qarab turing. Bo'ldi qilinglar, ey. Jim bo'linglar. Ey! Bitta gapiringlar, eshitaymi? Qani otaxon? Bo'lgan voqeani gapirib beringchi. O'g'lim, xullas gap bunday. Men Samarqandning Pastarg'omidanman. Ana, yolg'on aytyapti. Men Guliston, ha? Eshitganing dedim, mana sizlarga so'z berilgan. Davom eting otaxon. Davom 3 hafta burun molim yo'qolib qoldi. Mol o'zi yo'q, buzoqchasi turibdi. Hayron qoldim. Bozorlarni qidirdim. Jizzax bozorigacha bordim. Atrofdagi bozorlarni qidirdim. Yo'q-da mol. Keyinsiga gapdan gap chiqib, qo'shnilarim shu qishloqda 20 raqamli zil mashinasi aylanib yuruvdi deb qolishdi. Keyin xayolimga shu Sirdaryoga bir boray deb kelgan joyim. Mol bozorga bordim. Qarasam molim bog'liq turibdi. Bizim molimiz u, sizlar. Shovqin qilmanglar. Gapirib olsan. Molim bir chekada bog'liq turibdi. Atrofida hech kim yo'q. Keyin, "Voy yigitlar, odamlar, bu mol kimniki, egasi qani?" Bizniki. Aytdingiz, bu sizniki, meni molim. Men qidirib yuribman buni, topdim. Kim oldi? Kimni savdo sotiq qildi bu bilan dedim. Biz ogamiz otaxon ketavering deyishadi. To'g'ri. Otaxon, to'g'ri aytyapsiz. U mol kechirib qo'yasiz. U mol mening molim. U mol bo'g'oz. Kechadan uyda buzog'ingiz qolmagan. Bu mol bir haftadan keyin tug'adi. Keyingi haftaga biz olib chiqib, mol sotib, undan keyingi haftaga to'y qilamiz. Kamanda shuning uchun borki, bizga tuhmat qilmang. Sizning molingiz bu yoqda emas, o'sha Samarqand yoki Qashqadaryomi qanaqadir yo'qolgan. Mol yo'q dedi. O'tiringlar. To'g'ri. Eshitdim. Uyalmaysizmi? Rabbim meniki deb. O'tiring. Xo'sh, otaxon, bu sigir sizniki ekanligiga birorta isbot dalil bormi? Bor o'g'lim. Birinchidan bo'g'oz mastiga ko'rinib turibdi-ku. Bo'g'oz deb sotdi-ku bizga. Bo'g'oz emas. Isbotlaringiz bor. Molim yaqinda tuqqan. Buzoqcha uyda. Xo'sh. Doktor keldi, buzoqchaga ukol qildi, onasiga ukol qildi, molga. Keyin sizga rasmga olar ekan ular, odati bo'yicha. Rasmlarga oldida menga ham tashab qo'ydi. Mana telefonimda bor o'g'lim. Yo'q, mana. Qayerda edi-ya? Mana o'g'lim. Qani kelingchi. Mana shu sigirni siz sotib oldingizmi? Ha, mana shu sigirni sotib oldim. Kimdan sotib oldilar? Ha, bozorda sotib oldim. O'sha sotgan odamni ko'rsalaring taniysizlarmi? Ha, taniyman. Yaxshi. O'tirib ol. Otaxon, siz molingizni olib ketasiz. Qanaqa olib ketadigan? Biz motor bilan pulni bersa keyin aloqaladi. O'tiringlar. Foydasi bor, 16 million. Ha, shunday. 16 million foydasini berasiz. O'zimni molim o'zim sotib olaman. Biz nima qilaylik? Shu bo'lish kerak-da. O'tiringlar dedim. Balki molni sizlar o'g'irlagandirsizlar. Biz sotib oldik bozorda. Bunga hali isbot dalil yo'q. Aytchi o'zing biror narsani. Biz o'g'il emas, tadbirkormiz. Kechirib qo'yapsiz. Sizlar menga rahmat aytinglar. Nimaga rahmat? O'g'irlikda gumondor deb qamab qo'ymayotganimga. Xo'pmi? Nima qilib ekanmiz? Qarang, sizga nima rahmat? Qarangizga men bolam xotinimni o'tiraman, tadbirkorlik qilaman deb. Sizlar tushunmayapsizlar shekilli. Alo. To'ychiyev. Meni xonamga kiring. Meni xonamda mol o'g'irligi bo'yicha 3 ta gumondor shaxs o'tiribdi. O'shalarni yaxshilab so'roq qiling. Nimaga? Otaxon, siz mana unga bo'lgan voqealarni yaxshilab yozing. Keyin molingizni olasiz. Bo'pti.
suyunchini kattasini tayyorla. Mashkaxon topildi. Ha? O'zimizni Mashkaxon. Sirdaryoda ekan. Aytsam ishonmaysan-da. Bir hangomalar bo'ldi. Uchta dovdir birovdan olganmi yo o'zlari o'g'irlaganmi bilmayman. Borsam aytib beraman. Bo'ldi. Bo'ldi. Xudo xolasa sut qatiq bor endi. Bo'ldi, borsam aytib beraman. Xudoga shukr. O'zim shunaqa bo'lishini biluvdim. Nima bilasan? Hamma yoq dabdala bo'ldi. Molam hamma yoq. Nima deysan? Boshimni qotirib, nimalar birolar deyapsan, Men eshak olaylik dedim. Eshak hech kimga xalaqit qilmardi. Yaxshi foyda qilardik. Eshakni eshak ham olmaydi, Qanaqa eshak? Kerak emas eshak, Undan ko'ra ana quruq qoldik-ku mana. Ham eshaksiz, Shundan kulma deyapman senga. siz qolding-ku. Eshaklamay o'l. Sen echki olish kerak. Sen gapirma. Echkilamay o'l. Seni deb bo'ldi. Sen maslahat go'ydan o'rgildim. Mol olaylik, dallolchilik qilaylik, to'yingacha pul ko'p bo'ladi, boy bo'lib ketadi. Go'r bo'ladi. Moldan ham ayrildim. Puldan ham ayrildim. Seni deb keladim. Qamalib ketishim ozgina qoldi. Endi uydan ham ayrilib o'tiribman. Nimaga aylansan? Nega? Pul yo'q, xotinim uyga qo'ymaydi. Husan, alo, Parfi otaga telefon qil, ish bor deydi-ku. Ha. Parfi otaga. Hamda ish bo'lardi-da, bo'lmasa. Payli, bir so'm pul bo'lib qolar. To'g'ri, qani. Qosim. Alo. Assalomu alaykum. Parfi ota. Kim? Hasan Husan? Nima gaplaring bor? Ish bor deganingiz? O'zlaringcha meni haqorat qilib past deysan? Mahallada meni hali hech kim bunaqa demagan. Men ishimni qildirib bo'ldim. Tandirni qurib bo'ldim. Senlarga o'sha makaronam xayf. Nima?